Assalomu alaykum. 7-aprel haftaning seshanba kuni navbatdagi kaptarlar uchun zakazga qafas tayyorlab berdik. Temir ugonnidan bo'ldi, polnosda zavodskoy. Hop, yollari mana oq mramor shaklida MDFlarni qoplama qilganmiz. Setkalari qalin ko'z setkalardan tortdik. Qafasimizni uzunligi 2,5 metr, yon tomoni 1,30 santimetrga zakazga tayyorladik. Orqa tomonlari ham mana chiroyli. Svit montajlari ham bo'ldi. Tomlari ajrab o'sdi va oldida mana shapka o'stirganmiz. 30 santimetr addenni yomg'irdan pana bo'lish uchun shapka qilib berdik. 30 ta gnezdolari mavjud, ichlarida keng holatda bo'lgan. Tepada mana portichkalari juda ham chiroyli holatda. Qafasimiz bitta. Mana yo'parada qo'noqlar 3 qator tortganmiz va qolaversa mana ichlarida keng holatda 15 tadan ikkala yon boshiga qotirdik gnezdolarini. Taglari odamni ko'taradi bemalol qafasimiz. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.